Yüz Yilliq Marafon. Aptori Michael Pillsbury. İkinci bab Uruşqaq bəgliklər. Üçüncü qism. Mavzudun şu sözünü işiltişkə heris idi. Onun Xitay strategiyası haqqidagi hali ham hərbi və fuqraviy məktəblərdə o'qitiladigan danliq maqolasida shiga iltijo qilingan. 1978 yildan keyingi Xitoycha asarlardan ko'rib olishga bo'ladi-ki, ba'zi strategiyachilar Xitoy rahbarlari 1950-1960 yillardagi Xitoy Sovet ittifoqi munosabati davomida shuni to'g'ri mo'ljallayolmagan deb qaraydi. Chunki Sovet ittifoqining kommunizm dunyosidagi rahbarlik o'rnini tortib olmoqchi bo'lganligini bayqab qolg'achqa, Xitoy Sovet ittifoqidan texmi ko'p chet el mablag'i, savdo fursati, harbiy texnika yoki siyosiy qo'llashga erishishdan mahrum qolgan. Sovet ittifoqi bilan bo'lgan munosabatda shuni tizginlayolmaganligidan o'kingan Xitoylar 1978 yildan keyin Amerikaga qaratgan yangi strategiyasini shakllantirishda o'xshash xatolikni takrorlamaslikqa bel bog'lagan. Shuning o'rniga Xitoy bir amal qilib Amerikani indakka keltirib, o'zining texmi cho'ng nishonini Amerikaga tuydirmagan asosda Amerikaning texnikasi, mablag'i, siyosiy qo'llashiga erishadigan, Xitoy mahsulotlarini Amerika bozoriga kirgizadigan yo'lni topmoqchi bo'lgan. Beijing Amerika istixborot sohasidagilarni hukumatni Xitoy tahdidi haqida ogohlantirishning o'rniga Xitoyni kuchlantirishga yordam qildiradigan amalini tepib chiqdi. Ayni chog'da KGBmo Xitoyning Sovet ittifoqiga bo'lgan g'ariza haqida mushuninga o'xshash ishni qilgan edi. Ya'ni Sovet ittifoqining ziyniga Xitoyning foydasiga xizmat qilgan edi. Beijing hatto Amerikadagi konservativlarni Xitoyni Sovet ittifoqiga va 1971 yillari Nixon davrida vaqtliq ishqa oshgan Sovet Amerika orasidagi yumshoq munosabatga qarshi ittifoqdosh, hatto kommunistik davlatmi emas deb tonishga rag'batlantirdi. Shu va Xitoyning buyuk strategiyasi raqibining o'zini qo'rshovga elishining oldini olish uchun uning boshqa davlatlar bilan tuzgan ittifoqini buzib tashlash bilan bir vaqtda raqibiga qarshi ittifoq tuzib, uni qo'rshovga elishni taqozo qiladi. Xitoychidagi urushqaq bəgliklər davriga oid maxsus strategiyachilar uchun ishlatiladigan so'z zo'ngxinja. Bu iboraning xat ma'nosi gorizontal tik mutaxassisi deganlik bo'lsa-mu, ammo bu urushqaq bəgliklər davridagi alayda maslahatchilar to'pini ko'rsatadi. Tərcümədən. Uruşqaq bəgliklər davridagi ikki cho'ng ittifoqqa aloqador uqumdir. Gorizontal ittifoqi xaritada sharqdan g'arbga so'zilgan rayondagi kuchlik Chin bəgligi bilan ittifoq tuzib, uning himoyasi va hamkorligiga erishishni o'ylagan bəgliklarning ittifoqini ko'rsatadi. Bu ittifoqning raqibi bo'lmish tik yo'nalish ittifoqi kuchayotgan Chin bəgligiga qarshi birlashgan
Şimaldan janubga so'zilgan rayondagi nurg'un bәгликләрдән tashkillangan. Mazkur ikki ittifoq 10 yillar mobaynida bir-birini yo'qotish uchun qattiq yumshoq vositalarning hammasini ishlatib tirkishgan. Eng oxirida gorizontal ittifoqi o'zining tik yo'nalish ittifoqining o'rnini elish g'arzi yo'qligini aytib, ularni ko'z oldidagi manfaat orqali qo'ldirilib yurib, oxiri ularni yengan. Gorizontal ittifoqining eng kuchli a'zosi Chin bәgligi aldamchilik orqali tik yo'nalish ittifoqini parchalagan va oxirida ularni tarmar qilgan. Növbətdə Xitay hərbiy yazğıçıları Amerikaның xalqaro ittifoqdoshlik sistemasiga boshqa bir ittifoqning shakllanayotganligini Amerikaga tuydirmagan holda nihoyat ehtiyot bilan muomala qilish kerakligini pat-patla tilga ilyotdi. Xitoyning eng mashhur o'yinlaridan biri bo'lgan Qo'rshav shaxmatning tarixi ۇرۇشقاق بەگلىكلەر دەۋرىدىكى gorizontal tik yo'nalish ittifoqlari zamoniga tutishidi. Bu o'yindagi maqsad g'arb shaxmatidagiga o'xshash dushmanni bevosita tarmar qilish emas. Aksicha, qo'rshav shaxmatda ikki taraf oq qora uruqlarni navbatlashib taxtiga qo'yib, oxirida qarshi tarafning uruqlarini qo'rshib olishni maqsad qiladi. Bu o'yinda yengishning ochqichi qarshi tarafni mag'rurlantirib, shu orqali uning energiyasini o'zining foydasi uchun sarf qildirishdir. Qo'rshav shaxmatda yengishning ikkinchi ochqichi o'zining haqiqiy uruq qo'yish yo'nalishi va niyati to'g'risida qarshi tarafni eziqtirishdir. Siz bu o'yinda yengish uchun raqibingizni astirtdan qo'rshash bilan bir vaqtda yangi o'rinlarni echib, dushmaningizning sizni haqiqiy taktikangizni bayqab qolishidan hazar qilishingiz kerak. Qo'rshav shaxmatda o'yinchilar o'zining qarshi tarafni qanchalik darajada qo'rshab bo'lganligini chandurmaslik uchun bir vaqtda qo'rshash vaziyati va qo'rshashga qarshi vaziyat shakllantirdi. O'yinning natijasi kimning qarshi tarafning rayonini ko'proq qo'rshivaligiga qarata belgilanadi. Agar siz aldamchilikning raqibingizning strategiyasi uchun qanchalik muhim ekanligini bilmay turib, qo'rshav shaxmat o'ynagan holatingizni tasavvur qila olsangiz, Amerikaning Xitoy tarafidan qandoq o'ynalayotganligini ozroq bo'lsin tushuna olasiz. Amerikaliklar o'yinning qoidasi haqida hech narsa bilmaydi. Ko'pchiligimiz azaldan shir degan uqumni anglab baxmagan. Biz o'zimizning o'yinda utirayotganligimizni bilmaymiz. Amaliyotda biz hatto o'yinning boshlanganligini bilmaymiz. Shuning uchun biz Xitoyning ustun strategiyasidan, shundaqla men va xizmatdoshlarimga o'xshash kishilar shuncha uzun yil ching turib kelgan xato tushunchadan ranjisak bo'ladi. Henry Kissinger o'zining Xitoy haqidagi kitobida Xitoylarning shirdan qandoq foydalanganligi haqida 5 misol keltirdi. Bu misollarning hammasi Xitoyning urush
va krizisga muomala qilish uslubiga munosabatlik edi. Шының moyumliq to'g'risidagi izdinish Kissingerning Xitoy haqidagi ko'z qarshiga ko'rinarlik ta'sir ko'rsatgan. Uning Xitoy rahbarlari bilan ko'rishish jarayoni bayon qilingan, tilga elinmagan dastlabki 4 parcha kitobiga o'xshamaydigini, uning yangi asarlarida uqumi takror qayd qilindi. Kissingerning Xitoyning o'zining Amerika bilan bo'lgan munosabatini urushqa moyil tang mavjudlik deb xarakterlaydiganligi haqida ogohlantirish orqali shining muhim bir tarafini ta'kidlagan. Bugunga qadar Amerikaliklar Xitoyga echitilishni muqim do'stlik sharti asosidagi yetaklash deb qarab keldi. Lekin Xitoy rahbarlari ishlarni har qachon iqim ichida tushunadigan uqumining ta'sirida cho'ng bo'lgan. Xitoycha asarlarda Amerika so'zliklardagi qonunliq xalqaro tartibini bildiradigan muqaddas iboralar kamdan kam uchraydi. Buning aksicha, ularning asarlarida Xitoy ma'lum bir xil urushqa moyil mavjudlik orqali amillik va ilgirlashni qo'lga keltira oladigan iboralar ishlatiladi. Bu xil iboralarda urushqa tayyor turish, tang mavjud bo'lib turishga o'xshashlar faxrlanish ilkida tilga ilinadigan ishdir. Kissinger Xitoyning 1979-yili Vyetnamga hujum qilishining uqumining mahsuli ekanligini tushuntirib shundoq deydi. Texmi keng ma'nidan aytganda, bu urush Beijingning so'zining uqumi haqidagi, ya'ni strategiyalik andisining yuzlanishi va yoshurun energiyasi haqidagi tahlilidan natijalangan. Deng Xiaoping bu urushda o'zining nazaridagi Sovet ittifoqi strategiyasining qabul qilg'ili bo'lmaydigan yuzlanishini to'xtatish, agar mumkin bo'lsa, uni ostin-ustin qilib o'tishni nishon qilgan. Xitoy bu nishonining bir qismini harbiy jasorati orqali ishga oshirgan bo'lsa, yana bir qismini Amerikani o'zi bilan bo'lgan mislsiz yaqin hamkorlikqa so'rab kirish orqali ishga oshirdi. Xitoy strategiyachilarining muayyan ahvolda kuch tangpunliqini qandoq mo'ljallaydiganligi va shuning asosan shining yuzlanishiga mos holda harakat qiladiganligini tushunishda favqulodda muhim. Ularning mo'lchirining muhim bir qismi urushqaq bەgلىكلەر davrida avj olgandagidek miqdor jihatdan planlag'uchiga taynadi. Xitoyning to'g'risidagi bahosining eng ko'rinarli alayidliklaridan biri shuki, ular atalg'usini ham tahlilchilar cho'qim tekshirish kerak bo'lgan o'lcham uqumi sifatida, ham qo'mondonning yoki davlat rahbarlarini harakatlari orqali vujudga keltirgili va tizginligili bo'ladigan narsa sifatida ishlatadi. Kishilar orasida qadimki Xitoy kulturi, umumiy ko'ngzi ta'limotlari, she'riyat, xattotlik, Xitoy san'atidan iborat deydigan xato qarash mavjud. Bu xil qarash kishiga qadimkilar tahlil va hisoblashga qaraganda ijodchanlik va falsafaviylik jihatda kuchliroq edi deydigan tuyg'u berib qo'ydi. Ammo Rand shirkatining tadqiqotchisi Herbert Goldhammerning ko'rsatishicha, urushqaq bәглікләр davrida
Ba'zi strategiyachilar raqiblarga ularning o'zi bilan jang qilgan taqdirida cho'qim yengildiganligiga doir sonliq ma'lumotlarni ko'rsatish orqali ularni yo'l qo'yishga qoyil qila oladigan tuq. Miqdor jihatdan o'lchash sonliq ma'lumot qadimki Xitoy siyosatida hal qilg'uch rol o'ynagan va hali ham shundoq rolini o'ynab kelmoqda. Xitoyning harbiy va istixborot apparatlari miqdor jihatdan o'lchash orqali Xitoyning geopolitik raqobatchilar bilan qandoq baslashadiganligini va ulardan eshib ketishga yana qanchalik vaqt borligini belgilaydi. Мен Xitoyning harbiy tahlilchilari yozgan qo'lga tushirish qiyin bir kitobdan mushu xil miqdor jihatdan o'lchash natijalarini o'qiganimda Xitoyning xalqaro kuch va davlat taraqqiyotini qanchalik inchik o'lchaganligini ko'rib hayron qolgan edim. Meni hammadan bak hayron qoldirgani buningda harbiy kuch daraj jihatda oralla 10% kimi yetmagan salmoqni egallaydi. Bir mahal dunyodagi ikkinchi qudratlik harbiy kuch bo'lgan Sovet ittifoqi parchalangandan keyin Xitoylar o'zining mo'lcharlash tahlil sistemasini aslidagi harbiy ishlarga hammadan bak ko'ngil bo'lish holatidan iqtisodning chet el mablag'ining texnikalik ijodchanlikning tabiiy boyliqlarga ega bo'lishning ahamiyatini bakrak ta'kidlaydigan qilib o'zgartdi. Xitoyning o'z davlat kuchi haqidagi bu xil mo'lcharlarda navbatdagi iqtisodiy eshish yuzlanishi davomlashsa, dunyo ko'p qutbli holatdan bir qutbliq tartibga qaytadi deb aniq o'tirg'i qo'yilgan. Xitoy rahbarlari shu chog'da Xitoyning dunyodagi yetakchi kuchiga, ya'ni yuqorida zikr qilingan bir qutbga aylanadiganligiga ishonadi. Bu nishonga yetishning ochqichi Xitoyning shi hukumidir. Beijing o'zining Amerika bilan bo'lgan barliq munosabatida degudak bu hukumdan foydalanadi. Shundaqla Tom Sawyerning do'stlari uning o'zlarini tizginlab, qosh atomni sirlatqizganligini sezmagandak, Amerikalik siyosat belgilguvchilarmi o'zining Xitoy tarafidan foydalanayotganligidan bexabar. Xitoylarning harbiy asarlarida shuning o'rnak sifatida eng ko'p naql qilindigini milodiy 208-yili 3 podshohlik mezgilda yuz bergan Qizil qiya urushidir. Bu vaqa Xitoyning aldamchiligini asos qilgan. Dushmanning xato mo'lcharlaridan foydalanadigan bu strategiyasini nihoyat mukammal namoyon qilib berdi. G'arbdagi Thermopylae, Cannae, Agincourt yoki Waterloo urushlariga o'xshash Qizil qiya urushi Xitoyning harbiy tarixi va an'anasidagi muhim voqealarning biridir. Ta bugungacha mazkur urush va uningga munosabatli bir yurish aldamchiliklar Xitoyning harbiy rahbarlari tarafidan tadqiq qilinayotidi va darslik kitob, romanlarda muhokama qilinayotidi. Qizil qiya urushida janubdagi ojizroq davlat shimoldagi o'zidan kuchli davlatga qarshi hiyla ishiltdi. Bu ikkala davlat butun Xitoy zaminini tizginlash qo'ydi edi. Urush boshlanganda shimoldagi davlatning qo'mondoni Cao 1 milliondan ortiq qo'shinni daryo bo'yiga joylashtirgan. Bu qo'shinning soni qarshi qirg'oqdagi Zhuge Liangning qo'mondonligidagi qo'shinninkidan xeyli ko'p edi.
Halbuki Şimali qo'shindagi jangchilarning ko'pi suv urushiga qatnashib baqmagan bo'lg'achqa, Şimaldagilar janubdagilar bilan suv yo'lini tizginlash huquqini talashgan tunji jangda mag'lub bo'lgan edi. Onundan keyin ikkala taraf xilma-xil nayranglarni ishlatishgan. Bu nayranglarning har biri Xitoy tilidagi turaqliq iboralarda bor bo'lib, bularning hammasi Xitoyning eng mashhur adabiy asarlaridan biri bo'lgan 3 podshohlik haqida qissada bayon qilinadi. Bir nayrangda shimaldagi qo'shinning qo'mondoni Cao aldınqı qitimliq məğlubiyyətinin ornini toldurduğan g'albiga erishish haqida kalla qatirib, Zhuge-Liangning ittifoqdoshi Zhou-Yuning bala og'aynisi va saboqdoshi Jiangganni janubiy qo'shinning qo'mondonini taslim bo'lishga qoyil qilish uchun avatidi. Shimoldan kelgan bu elchi janubiy qo'shinning bargohiga borganda o'zining faqat koni do'sti Zhou-Yunni yo'qlab kelganligini aytdi. Halbuki mashhur nayrangvozlardan bo'lgan Zhou-Yu do'stining yoshirin g'arzini sezib qoladi. Elchining hilisiga moslashgan Zhou-Yu uningga ziyofat berib, shu ziyofatda haraqni nihoyatda ko'p ichgandek ko'rindi. Shu kechida u yana qattiq mas holatga kirvilib, koni do'stini o'zining chidirida qo'ndirib qoladi. Zhou-Yuning bunday qilishi elchining o'zining masligidan foydalanib, chidirda oldin ola tayyorlab qo'yilgan yolg'on maktubni ko'rish uchun edi. Bu yolg'on maktub Shimoliy qo'shindagi 2 nafar qodil suv qo'shini sarkardisining nomidan yozilgan bo'lib, xatdan bu 2 sarkardining Cao-Caoning qo'shiniga suqinib kirib olgan josuslardan ekanligi bilinishib turadi. Darvaqa ish Zhou-Yunning kutganidek bo'lib, elchi Zhou-Yunning masligidan foydalanib maktubni bayqab qoladi va uni o'g'irlab darhol Shimoliy qo'shinning bargohiga qaytadi. Cao bu yolg'on maktubni o'qigandan keyin darg'azab bo'lib, bu 2 qobil sarkardisini o'limga buyuradi. Shuning bilan Shimoliy qo'shin aslidagidan ojizlaydi. Zhou-Yu va Zhuge-Liang shu fursatdan foydalanib, o'zini o'ptalla o'ngshib oladi. Shundaqla bu ish vaziyatda yangi yuzlanish yoki shu shakllanishiga turtki bo'ladi. Yana bir nayrangda Zhuge-Liang Pangtong ismlik mushaviridan Cao-Caoning qo'shinini qanday mag'lub qilish haqida maslahat so'raydi. Bular maslahatlashib, Cao-Caoni o'zining yog'och kemillarini bir-biriga chetishga qoyil qilib, chunki bunda qilganda bu kemilarga hujum qilish texmi osonga to'xtaydi. Shimoliy qo'shinning eng qudratli qismi bo'lgan yog'och kema atirtini palachlantirish uchun bir nafar yolg'on 100 o'rigacha avatmoqchi bo'ladi. Pangtongning janubiy qo'shinning qo'mondonidan 100 o'rigan qiyofatda yurishi bilan nayrang boshlanadi. Pangtongning janubiy qo'shindan 100 o'rigisi borligini anglagan bir shimoliy ishpiyoni uning Cao-Caoning yeniga qechib berib olishiga yordam qiladi. Qasdan echib berildigan yo'chuq nayrangning bir parchasidir. Pangtong mas bo'lgan qiyofatga kirib olib, Cao-Caoning suv qo'shinidagi lashkarlarning kimida besh qaydiganligi sabablik bo'lg'isi janglarda osonli mag'lub bo'ladiganligini davatib qoladi. Düşmanga u aslida qo'rqib turgan ish haqida shapi berishmi nayrangning bir parchasidir.
Cao Cao əslidilla qol astidagi su lashkarlarining kimida beshi qaydiganligidan ansirab yuradi. Shuning bilan Cao Cao hamoqatlarcha Pangtongdan bu xil ahvolda qanday qilish kerakligini so'raydi. Pangtong har 30-40 kemini bir guruh qilib, bir-biriga tömür zanjir bilan chetish orqali kemilarning tangponligini saqlash. Shundaqla har ikki kemining orasiga yog'och taxta o'rnatib, jangchilarning tangponligini saqlashiga va kemidan kemiga osonli o'talishiga qulaylik yaratish chorasini ko'zladi. Cao Cao bu nayranga oldinib, ahmoqlarcha Pangtongning taklifini qabul qiladi. Bu taklif bo'yicha ish ko'rganda, agar Cao Caoning kemilaridan biriga o't ketib qolsa, butun kema atirti halok bo'ladi. Bu vaqadan chiqariladigan oxirgi savoq shuki, go'yoda aql ishlatib, texmi kuchli bo'lgan raqibni eng zo'r afzalligini sizga qarshi qo'llanmaslikqa qoyil qilg'il bo'ladi. Әмді Qizil qiya urushining o'ziga kelayli. Bir strategiya darsi bo'lish sufiti bilan Janubiy qo'shin qo'mondonlarining shuni qandaq mo'ljarlishi bu yerdagi ochqishliq nuqtadir. Zhuge bu urushning oldida havo rayiga yaqindan diqqat qilib, sharq shamili chiqadiganligini mo'ljarlagan. Aqıllar şının yetib kelganligini bayqagan hamon naiti tezli harakatga o'tmasi bo'lmaydi. Zhuge hujumni shu kechadala boshlashga buyruq tushirdi. Shu kuni chiqqan shamol va kemilarni bir-biriga bog'lab turgan to'mir zanjirining turtkisida shimoliy qo'shinning kemilari o't yolqinlari ichida kuyib tugaydi. Mustabid Cao Cao haqoratlik mag'lubiyatga uchraydi. Qudratlik suv qo'shinidan ayrilib qolgan mag'lub qo'mondon Cao Cao o'rmonning ichi bilan qochib ketadi. U yo'lda necha qitim to'xtab, Zhuge Liangning o'zini qochirib qo'yganligidan iborat yaramsizligini mazoq qilib ko'ranglarcha kuladi. Sünzining harbiy ishlar dasturidagi ojiz vaqtingda kuchlik ko'rin degan ko'rsatmasini esiga olgan Cao Cao dushman kuchlarining cho'ng yo'l bo'yiga o'rinlashtirilganligiga jazm qiladi. Shundaqla kemilarni halok qilgan o't uni u yo'ldan mengishdan to'sib qo'ydi. Shuning bilan Cao Cao yana bir qatim oldinadi. Әң ахырқы nayrangda Xitoy tarixidagi eng mashhur ikki nayrangvoz ko'rishini oyoqlashtirdi. Zhuge Liang Cao Caoning o'y xiyolini paraz qilib, o'z qo'shinini Cao Cao o'ylagandek cho'ng yo'lga emas, balki istutakning ostidagi yo'lga o'rinlashtirdi. Bu yo'lning ikki tarafiga o'rinlashtirilgan bo'ktirmaning hujumida Cao Caoning faqat 300 lashkar qoldi. Lekin Cao Cao bu qitimni qechib qutuldi. Ondan u xatardan qutuldim deb o'ylab, yana bir qitim Zhuge Liangning o'zini qochirib qo'yganligidek hamoqatligini masxir qilib kuldi. Ammo uzoq o'tmay u yana bir bo'ktirmaga duch kelib, texmi ig'ir talofatga uchraydi. Әні шындақ бір yurishdi nayranglar shu vaqtda Xitoydagi eng cho'ng harbiy kuchga ega Cao Caoni vayron qilib o'tdi. U o'zidan aqlliq, quvliqda uchiga chiqqan, fursatni bayqashni va o'z g'arzini pardozlab ko'rsatishni biladigan biriga, ya'ni Zhuge Liangga yengildi. Kichkina nayrang zo'r g'albaga turtki bo'la oladi degan bu tushuncha Xitoy harbiylari orasidagi qattiq qo'l millatchilar,
Qizil qiya urushi to'g'risidagi yozgan nurg'un obzorlarda takror ko'zga cheliqadi. Nurg'un yozuvchilar Jugalyang Qizil qiya urushida ishlatgan taktikalar nihoyat oqilona tartibda o'rinlashtirilgan deb baho berishdi. U oldi bilan vaziyat yuzlanishini mo'lcharlagan. Ondan nayrang ishlatgan. Ondan maxsus qo'shinni hal qilg'uchi hujumni qilishga o'rinlashtirgan. Ondan dushmanning yuqori darajaliklar orasiga ixtilof urug'ini chachqan. Ondan dushmanni yetim qoldirish bilan bir vaqtda strategiyalik ittifoq qurgan. Buning aksicha Cao tajriba saboqlarni yakunlamay, o'zi boshlagan urushda mag'lub bo'lgan. 2 nafar dangliq Xitoy harbiy yozuvchisi Qizil qiya urushining g'alabasini qo'lga keltirishda vaziyat yuzlanishi o'ziga foydali bo'lganga qadar kutish va kuzatish strategiyasi qo'llanilganligini ta'kidlaydi. Yana bir yozuvchi muvofiq paytni, ya'ni dushman ichki surkilish sababli o'zini halok qilib, raqibining hujum qilishi uchun ko'ngildagidek fursatni hozirlagan paytni tepishda ishpiyonlikning yordami bo'lganligini yozadi. Bugungi Amerikaliklarga nisbatan urushqaq bәгликләр davridagi saboqlardan biri shu bo'lishi kerakki, biz Xitoyga oldinib, urushqaq bәгликләр davridagi strategiyani qo'llanayapmiz. Xitoyning strategiya tafakkurida urushqaq bәгликләр davridagi taktikalar noqul Xitoyga munosabatlik deb qaralmaydi. Bizning uzundan beri davomlashib kelgan Xitoydagi qattiq qo'llar ojiz, ular qo'shimcha iqim degan qarshimiz masalani to'g'ri tushunishimizga to'sqinlik qilib keldi. Xitoy Amerikaning o'zining amalliq o'rnini saqlab qolishiga intilayotgan jidalxo'r mustabidga o'xshash harakat qilishini kutganda buning xatarlik alomatlari ko'rildi. Amerika Xitoy bilan bo'lgan munosabatni yaxshilashga tirishib, Xitoyda Birlashgan Davlatlar nizomnomasini, demokratiyani, kishilik huquqni amaliylashtirishga uringanda, Xitoy Amerikaliklar zodi nima qilmoqchi deb tashvishlanishga boshladi. Balkim Xitoydagi ba'zi mo'tadillar va islohotchilar Amerikaning yaxshi niyatini tushunishi mumkin. Ammo Xitoy qattiq qo'llarining nazarida bularning hammasi Amerikaning hili nayrangidan boshqa narsa emas. ىنگلىزچىدىن تەرجىمە قىلغۇچى ھېكمەتيار ىبراھىم ەنۋەر قاراقۇرۇم. Əsərinin 3-cü babı kelərki sonda ulab beriladi.